Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz kuzatuvchilari. 12-fevral bugun. Mana uy sharoitidagi bog'imiz kecha boshlatib berdi kesish ishlarini. Ko'rishlaring mumkin, kechagi ishlarimizni mana o'shadan shag'ini kesdik. Qanday holatda bo'lib qoldi. 7 yoshli mevalarimiz 8 yoshga o'tgan. Endi bu yilda xolos rasmana meva beradigan payti. Keyingi ishni nishoni ko'rsatgan ekan xolos. Mana bari meva ko'rtaqlar. Bu olmalarimiz asosan so'rishsi juda ko'p rivojlanadi. Bu olmalarimizda mana Pervasot sorti juda ko'p. Pervasot 5 yulduz hisoblanadi. Yana shoxlar juda yaxshi. Mana 6 ta 7 tadan o'zi shakllanmagan shu paytgacha orasidan chiqqan so'ruvchilarni olib, ikkita kamchiliklarni, zishliqlarni olib, mana mayda zishliqlar tog'amiz kecha o'tasi cho'p ketgan shoxlarda. O'zi yana shoxlar shunda ham ko'p, mana mayda ko'p oshchoq bo'lgan og'amiz ichkarilarda mana yana zishliqlar bor og'amiz. Shunda ham mana o'ta qalin uy sharoitida bo'laveradi endi. O'zi sxemasi tor, 3 ga 3 kelgan ekan. 3.5. Endi hozir kesish jarayonini harakat qilamiz ko'rsatishga. Mana navbatdagi olmamizni. Olmamizga ham rosa kasallik tushibdi. Doralash kerak. Mana so'rish shoxlar ko'rib turganingizdek juda ko'p. Bitta masala shu so'rish shoxlarni mana bahorda kessak, bu holatda kesamiz. Yana bahor amal qilgan bilan mana shu kesgan joylardan yana guj-guj bo'lib chiqib kelaveradi. Shu kesishda endi kuzga o'tishimiz kerak. Oldin odamlarda shunaqa tushuncha bo'lgan, faqat bahorda kesiladi deb. Hozir bog'bonlar o'zi tajriba ortidan ko'rib bilib olishdi. Iyul, avgust, sentyabr oylarida mana shu shoxlar o'zi rivojlanadi, o'sib. Shu paytda yashil kesish deyiladi. Shunda olib chiqsak, shu qo'ygan shoxlarimizdan ichidan chiqqanlar bitta qo'yib olib chiqsak, shu kesgan joylarimiz kuz, qish, bahorgacha o'zi qurib, bahorda shu yerdan yana nish otib chiqishga buloqlanib qolar ekan, bitib ancha. Shu so'rish shoxlar chiqish kamayadi shunda. Shuni tajriba qilib ko'rilgan o'zi amalda. Juda yaxshi effekt beryapti. Shuni sekin-sekin bahorda emas, shu sentyabr, avgustda kesishni tavsiya qilamiz mana shunaqa olmalarni. Bahorda kelsa yana chiqib kelaveradi nomdan. Mana uyda o'zimiz ko'rsatishimiz mumkin keyinchalik. To'xtab oladi, faqat o'sha shoxlar qoladi. Endi shoxlar 5-10 tadan chiqadi, mayda-mayda bo'lib. Bo'lmasam mana so'rish shoxlarimiz 1 yoshda chiqib kelgan shoxlar. Ichki shoxlarni olamiz. Bu yerda mana liderlarimiz o'zi 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, umuman 6 ta. Shularni o'zini qo'ysak bo'ladi atrofdagi shoxlarni. Mana bu yoshcha. Xo'p, bu yerda oldin bu yoshgacha kimlarda kesgan bilmadim. Mana shu xatolik. Mana shuni mana tagidan olganda mana shuncha butoq, mana shuncha so'rg'ichlar chiqish buloqlangan bo'lardi. Shunaqa xatolar ko'p bo'lgan bu yerda. Mana mayda ko'rsak, bu yerda ham shoxlar tushini chiqarib qo'ygan. Shuni maydan kessa ham aslida shu yerdan chiqib kelaveradi. Mana bir qarich qo'yib kesib qo'ygan. Qaysidir kesuvchimiz.
Devam etamiz. Mayda shoxlarga kelgan kichkina qajdorlarni hozir katta qo'ychi bobini olamiz. Aylanib shu. Orada ketib qolishni kestirib. Ikkita qo'yib qo'ysak, yoniga shoxlar uradi bular. Xo'p, mana bu shoximizni mana ichkaridan olmagan. Yoshlik paytida qaralmasdan olib qo'yilmasa, mana tejasab bo'lib ketadi ichkariga o'sganlar. Keyin meva kirgandan olishga majbur bo'lamiz. Sababi mana noto'g'ri ketgan. O'zi bu tomonda qancha shoximiz bor. Mana bu tashqariga qo'yganda chiqadigandan kesib qo'ygan, noto'g'ri kesgan. Ichkaridagini qo'yib. Endi biz nima qilamiz? Bu olmalar hali endi meva kiryaptimi? Buni bahridan o'tishimiz kerak. Bo'lmasam soya beradi bu yoqdagilarga. Ishimiz buni. Zamburug'li kasallar epey rivojlanib ketibdi. Dorilanibdi. Olmamizni uyga ekishga ekib ko'ramiz. Hali texnikasini vaqtida qilmaymiz. Xo'sh. Endi bu yerda mana bu yoqqa ketyapti. Endi mana ko'rsatib qo'yman. Zamburug'li kasallik qara. Shira shu vaqtda dori sepmaganda natijasida endi bularni karadan tashlamasak bularni dori bilan qiynalib yurgandan, chunki bu yerda shoximiz bor yetarli. Hop. Yağmur yana boshlayapti.